Tailandda nega oxirigacha bitkazilmagan 30 qavatli bino qulab tushdi? Myanmada yuz bergan 707 ballik zilzila oqibatida 1600 ta odam hayotdan ko'z yumdi. Aslida zilzila qo'rqinchli emas, yomon qurilgan binolar qo'rqinchli. 2023-yil 6-fevral kuni Turkiyada yuz bergan zilzila oqibatida 53 ming odam hayotdan ko'z yumdi. O'sha yilning o'zida 21-mart kuni Toshkent shahrida yuz bergan 5 ballik zilzila oqibatida bo'lsa, juda ham ko'pchilik xavotirga tushib ko'chaga chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bugun sizlar bilan ko'p qavatli binolar zilzilaga bardosh bera olishi uchun qanday bosqichlardan o'tish kerakligi haqida gapirib o'tamiz. Uy qurilishida asosiy rolni loyihachi va quruvchi tashkilot o'ynaydi. Loyihachi qurilayotgan joyni borib tekshirib, geologiya qiladi. 30 metr atrofida skvajina qazib, u yoqda qanaqa grunt borligini aniqlaydi. O'sha lokatsiya bo'yicha 8 yoki 9 ballik sistemaga ko'ra zilzilaga baholaydi. Uy necha qavatli va ustida qanday yuklar bo'lishiga qarab qoziqli yoki oddiy poydevor tanlanadi. Maxsus xalqaro dasturlar orqali uyning birga bir modeli yasaladi va u yerga qor yuki, odamlar yuki va shamol yuklari va asosiy yuk zilzila yukini hisoblab, u yerdan olingan natijaga ko'ra armaturalar, betonning o'lchamlari va markalari, diametrlari hamma narsasi proyektda beriladi. O'sha proyektni olib shaharsozlik ekspertizasi tekshirib chiqib tasdiqlaydi. Shaharsozlik ekspertizasidan tashqari qurilish vazirligi va inspeksiyalar ham ruxsat berishi kerak. Loyihamiz tayyor, endi gap quruvchida. Eslatib o'tamiz. 1 metr kvadratga 400 kilogramm qilib loyihachi hisoblaydi. U yerga siz ortiqcha yuk yuklamasligingiz kerak. Eng qizig'i o'rtoqlar, loyihachi keyinchalik qo'shib olinish mumkin bo'lgan qavatlarni hisobga olmaydi. Menimcha quruvchilik eng muhim kasblardan biridir. Agar shifokor xato qilsa, bir kishining hayotiga zomin bo'ladi. Agar quruvchi xato qilsa, minglab odamlar hayoti xavf ostida qoladi. Vatanimizda qurilayotgan har bir qurilish, har bir uy baquvvat bo'lib qurilishda nafaqat quruvchi, balki barchamiz birdek mas'uldurmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlarimizga yuborib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.